Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar, hammanglarning Jumhuriyet bayramiga muborak bo'lsin. Alloh taolo yaqin kelgusida vatanimiz Sharq Turkistonda shu Jumhuriyet bayrami kunimizni tabriklashni nasib qilsin. Bugun vatanimiz Sharq Turkistonda ota-bobolarimiz jumladan Batur qahramon fidokor ajdodlarimizning meli jini bilan qon, jon va shahidlik berish orqali zolim Xitoydan vatanimizni qaytarib olib, vatanimiz Sharq Turkiston tuprog'ida ay yulduzliq ko'k bayrog'imizni lapildatgan shundoqla bayrog'imiz ko'kda sharaf bilan javlon qilgan kundir. Dunyoga o'zining mustaqil hur ekanligini jakarlagan kundir. Bugun Sharq Turkiston tug'ilgan numusini shahidlarning qini bilan aqlagan kundir. Bugun ay yulduzliq ko'k bayroq Sharq Turkiston osmonida lapildigan kundir. Bugun tabrik bayram kunidir. Bugun izzat, sharaf va haq huquq adolat kunidir. Bugun tarix hey osmon, hey zamin, hey dunyodagi barliq mahluqot guvoh bo'linglar ki, mana bu sharafli davlatning ismi Sharq Turkiston, bu davlatning egisi Uyg'ur, shundaqla Sharq Turkistonliklar deb dunyoga jakarlagan va dushmanimizning yurakini titratgan va vujudiga qo'rqinch solgan kundir. Ey zolim Xitoy, bilib qo'yginki, biz hech qachon Sharq Turkiston mustaqillik yo'lidan, bu da'vodan, bu kurash yo'lidan oxirgi tiniqimizgacha voz kechmaymiz. Şununla imanımız kamil ki, yaqin kelgusida vatanimiz Sharq Turkiston cho'qim mustaqil hur bo'ladi inshaalloh. Hammamizning Jumhuriyet bayramiga muborak bo'lsin. Yaqin kelgusida vatanimizning ozod hur kunlarini ko'rishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.